Hammaga salom, mana sizdan qulli vlog kelinglar, hozir sizlar bilan birgalikda qiziqarli kunimni tomosha qilib chiqamiz. Ertalab turib oldim va yuz qo'llarimni yuvib, tishlarimni yuvib, vkусный завтрак qilishga o'tib ketdim. Bilasizlar, men vkусный завтрак qilishni juda ham yaxshi ko'raman va balkonga chiqsam, juda ham havo zo'r demayman, lekin normalniy uyga kirib nima qilishni bilmay, oxiri kitob o'qidim. Kitob o'qib turgan vaqtim ojonim yur aylanib kelamiz dedilar va ko'chaga chiqib ketdik. Luklarimiz ham bir xil yarashibdimi va do'konga kirdik. Do'kondan lekin hech narsa olmadik. Viberlar juda ham ko'p ekan. Korzinkaga kirdim, men o'zimga bitta maxita olib chiqib keldik. Uyga kelib kiyimlarimizni zapirat qilib, bu jonim shiringina qilgan ovqatlarni baqqos tushirib, idishlarni yuvib qo'ydim va dars qildim. Checheniya va Oxford Elsdan ruskidan qildim, dizaynerlik bo'yicha rasmlar chizdim. Yana bu jonim bilan ko'chaga aylanishga chiqib ketdik. Juda ham baxtli qizman deb ikki tomonlama maza qilib aylandim va korzinkadan maza qilib o'zimga narsalar oldirdim buvimga va uyga kelib do'lmalar pishirdik. Juda ham приятный mazali chiqibdi. Kelinglar, maza qilib ovqatlanamiz. Va men shu Mickey Mouse'li pijamamni juda ham yaxshi ko'raman. Ularni kiyib, uxudlarimni qildim. Приятный qo'limda shirin hidlar kelyapti va bilasizlar, men nima qildim? Ujus kino ko'rgim kelib qoldi va maza qilib ujus kino ko'rdim. Meni kunimni ko'rgan bo'lsanglar, juda ham yaxshi, men sizlarni yaxshi ko'raman. Hammalarga xayr.